Bu videoni kechagi sovuqlarda har xil yo'llar bilan ekinlarni saqlab qolgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Xo'p, agar isiriq tuzatilgan bo'lsa, unga stressga tushadi. Baribir stressdan chiqarish uchun 10 litrga hech bo'lmaganda 10 gram izobion polni cho'miltirib chiqish kerak. Faqat sepish emas, cho'miltirib chiqish kerak. Yoki bo'lmasa oddiy yantarni kislota, bo'lmasa oddiy suv bilan bo'lsa ham polni ekinlarni cho'miltirib chiqish kerak. Agar klinika salafan qog'oz hamma har xil yo'llar bilan bonka yopishibdi, ko'rdim rosa. Xullas qanaqa yo'llar bilan saqlab qolingan bo'lsa ham ularga bitta oziqali suv ustidan sepish kerak. Izobion bo'lsa yaxshiroq. Izobion stressdan chiqarishga yordamlashadi. Ustidan oddiy sepiladigan bo'lsa 10 litrga 20 gram sepilaveradi. Agar cho'miltirib chiqaman deydigan bo'lsa 10 litrga 10 gram qilib cho'miltirib chiqsa bo'ladi ekanda. Shunda stressdan chiqish yaxshiroq bo'ladi, tezroq bo'ladi.